Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar hududlar taraqqiyotini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqmoqda. Inson qadrini ulug'lash, aholi turmush darajasini yuksaltirish hamda farovonlikka erishishda ushbu manzilli dasturlarning juda katta o'rni bor. Namangan viloyatining Uychi tumani bugungi kunda jadal yangilanishlar manziliga aylanib ulgurdi. Shu haqdagi reportajimizda mavzu davom ettiriladi. 232 mingdan ortiq aholi istiqomat qilayotgan Uychi tumani bugun bunyodkorlik ko'lami, infratuzilmaviy modernizatsiya jarayonlari va investitsion loyihalar amalga oshirilayotgan viloyatning eng faol nuqtalari qatoriga kirmoqda. Xalq farovonligini ta'minlashga qaratilgan ortga qaytmas islohotlar doirasida sanoat, energetika, ijtimoiy sohaga oid yirik loyihalar hayotga tatbiq etilyapti. Xususan, O'zbek Gidroenergo aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan umumiy qiymati 228 megavatli Norin daryosidagi gidroelektr stansiyalar kaskadi qurilishi mamlakat energetika tizimida strategik ahamiyatga ega innovatsion milliy mega loyihalardan biridir. Ayni paytda loyihaning navbatdagi bosqichi, ya'ni quvvati 38 megavat bo'lgan Norin GES 2 obyektida qurilish-montaj ishlari jadal sur'atlarda davom etmoqda. Xalqimiz farovonligi yo'lida amalga oshirilayotgan milliy loyihalardan biri Norin GESlar kaskadidir. Mazkur kaskadning birinchi bosqichi bugungi kunda foydalanishga topshirildi. Umumiy qiymati 228 megavatni tashkil etadi. Hozirgi kunda mazkur kaskadning ikkinchi bosqichi qurilish ishlari jadallik bilan olib borilyapti. 6 ta kaskaddan iborat bo'lib, har bir kaskadning quvvati 38 megavatdan iborat. Bu asosiysi mana shu tumanda, qolaversa viloyatimizda tadbirkorlik, turizmni rivojlantirishda juda katta ahamiyatga ega. Azaldan hayot manbai bo'lib kelgan Norin daryosi bugun taraqqiyotning yangi sahifasini ochmoqda. Hozirda 3 va 4 kaskadlar qurilishi ham faol bosqichga kirgan. Loyiha to'liq ishga tushirilgandan so'ng ishlab chiqariladigan yashil energiya hisobiga yiliga o'rtacha 290 million kub metr tabiiy gaz tejaladi. Bu esa nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki ekologik barqarorlikni ta'minlash, uglerod chiqindilarini kamaytirish va yashil iqtisodiyot tamoyillarini keng joriy etishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Hududda energetika infratuzilmasini mustahkamlashga qaratilgan yana bir strategik ahamiyatga ega investitsion loyiha ham amalga oshirilmoqda. Bu zamonaviy elektr energiyasini saqlash tizimi barpo etish loyihasidir. Prezidentimiz tomonidan xalqimiz farovonligi yo'lida juda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, mana Uychi tumanidagi Norin GES qurilishi, 471 metrlik ko'priklarning qurilishi, jumladan biz turgan ushbu loyiha. Bu loyihani ahamiyati xalqimiz uchun juda katta deb o'ylayman. 100 megavat elektr energiyasini saqlash quvvatiga ega. Uychi tumanining Yangi yer mahallasi hududidan mazkur inshoot uchun 4,5 gektar yer maydoni ajratilib, qurilish ishlari qisqa muddatlarda sanoat standartlari asosida tashkil etildi. Loyihaga Xitoyning yirik energetika kompaniyalaridan biri bo'lgan China Energy tomonidan 110 million dollar miqdorida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya kiritilgani uning investitsion jozibadorligi va strategik ahamiyatidan dalolat beradi. Xalqimiz farovonligiga xizmat qiluvchi mega loyihalardan biri biz turgan Uychi tumanidagi Yangi yer mahallasida joylashgan ushbu elektr energiyasini saqlash majmuasi. Bu yerning ahamiyati bir vaqtning o'zida Uychi tumanidagi 20 mingta xonadonga elektr energiyasini uzluksiz ta'minlaydi. Ya'ni 100 mingdan 200 ming megavatgacha bo'lgan elektr energiyasini saqlash quvvatiga ega. Bu yerda 55 ta batareyalar bor. Asosiysi bu loyihaga Xitoyning 110 million AQSh dollarlik investitsiyasi kiritilgan. Mazkur obyekt energetika tarmog'idagi zamonaviy smart texnologiyalar asosida barpo etilmoqda. Inshootda jami 55 ta yuqori quvvatli akkumulyator batareyalar o'rnatilib, ular soatiga 100 megavatdan 200 megavatgacha elektr energiyasini zaxira qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa energetika tizimida yuklama yuqori bo'lgan paytlarda qo'shimcha manba sifatida xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.